Tak, yana azgincha, oyoqlarim уже judayam og'rib ketyapti, уже вообще terlab ketdim. Oxirgi krok, ana bo'ldi, наконец-то men tugatdim. Hamma eslab do'stlar, men otimgan bo'ldi. Yangi joyga xush kelibsizlar. Do'stlar, men aynan hozir sport bilan shug'ullanyaptim. Nimaga desanglar, axir do'stlar, sport bilan shug'ullanish kerak. Ob-havo zo'r, ko'chaga chiqmoqchi edim, lekin do'stlar, ko'chaga chiqolmadim. Вообще ravoma ko'chaga chiqishga shuning uchun uyda shunaqa yurib yurdim. Xullas do'stlar, вообще hozir charchab ketdim. Mazza qilib dam olmoqchiman. Ishga ham chiqmoqchi emasman hozir. O'shaning uchun hozir men kino yo'q bo'laman-da, chips bilan mazza qilib yeb o'tiraman. Davay bo'lmasa, qaysi kino tanlasammikin? Balkim masha, balkim bumikin. Chips esimdan chiqib qopti-yu. Tak. Men bugun 10-qishloqga jitillarni tekshirgani keldim. Biz hozir sizlar bilan ikkita chuqur qaziymiz. To'g'risini aytganda men chuqurni allaqachon qazib bo'lganman. Mana u bittasi mukofotlaydi, bittasi jazolaydi. Endi hozir bu yerga hamma qishloqlarni chaqiramiz va ularni kunini ko'rsatamiz. Ho. Nyam, mazza qilib chips yeb o'tiribman, lekin nima admin, nima bo'ldi tushunmadim. Xavotir olmasangchi, men просто hammalarni teleport qildim. Masalan, test qilmoqchiman. Nima? Qanaqa teleport? Cho'chitording-ku meni. Kapon, men tushunmadim nima bo'lgani. Men просто uyda o'tiruvdim. Bu meni anchadan beri tuzayotgan rejam edi. Men sizlarni hozir mukofotlayman yoki jazolayman. Bu sizlarni har kungi qilib yurgan ishingizga bog'liq. Yaxshi ish qildinglarmi yoki yomon? Shunga bog'liq. Yo'q, admin nima bu? Olmosni chuqur, lavali chuqur. Ay, admin nima qilganing bu? Nima endi kimdir jazolaysan, kimdir mukofotlaysanmi? Ha, xuddi shunaqa. Bu sizlarning qilgan ishingizga bog'liq. Men kapot uyda o'tiruvdim faqat. Men hech nima qilganim yo'q. Men ham hech nima qilganim yo'q. Kecha men pirog pishirganman o'zi kapot. Men ham hech nima qilmadim lekin. Kapot va вообще skladni yig'ishtirgan. Ko'rdingmi, admin biz hech nima qilganimiz yo'q. Men sizlarni nimadir qildinglar demadim. Men просто sizlarni tekshirmoqchiman. Menda qilgan ishinglarning hamma videosi bor. Yo'q, men ketdim admin. Nima qilding? Yana teleport qilib qo'yding meni. Bo'ldi, ko'p gapirmanglar, hamma liniya bo'ylab tursin, bo'lmasa hammani jazolayman. Oy, admin bugun yomon bo'lar ekan qishloqlar. Kapon meni bilib qolsa-chi, axirida boshqa tarafga yashaganimmi? Ammo o'tgan kuni ishga chiqmovdim вообще. Oy, kapon yomon bo'ladi, lavali, diamaga tushib kelmayapti. Men ham kapot. Qani navbatga turinglar, sen kompot birinchisan. Mayli qishloqlar, davay hammanglar navbatga turinglar, bo'lmasam bizani hammamizni jazolashadi. Oy, men birinchi ekanman, rostlam admin, davay boshla. Birinchi savol. Kompot, hech yomon ish qilganmisan? Yomon ish, admin, meni lekin esimda yo'q yomon ish qilganim. Bilmagan qilganmanmi yomon ish yoki yomon. Ammo kapot, qo'z kamera yoqadi. Ha, qo'rqib ketdilaringmi? Endi nima bo'lganda ham kech, videoni qo'yamiz. Qani ishga ham chiqib oldim. Shu ishdan lekin juda ham zerikib ketyapman. Nima qilishni ham bilmayapman. O'sha necha yildan beri shu ishni ishlayman, faqat boshqa ishda ishlagim kelyapti o'sha. Qanaqadir ashula o'ylab topsammikin yoki ashula qo'yasammikin yoki she'r o'ylab topsammikin, qanaqadir, chunki вообще zerikib ketyapman shu ishda. Quyosh ham charxlab turibdi bu yerda, bulut ham bu yerda bor. Bulutcha, administratsiya cho'tki o'ylab topdim do'stlar, lekin qalay sizlarga yoqdim meni she'rim. Davay bo'lmasa ishlayver shundan bulutcha administratsiya. Voy admin, shuni ham endi videoga olasanmi? Otning narsa yo'q, uzr-da, endi admin shuni qilib qo'yinman. Qanaqa oddiy narsa? Bu yoqda uzring umuman o'tmaydi. Eshitdingmi? Bu ham mayli, o'tgan kuni ishga bormagansan. Admin ishga bormadim, uzr so'raymansan. Ishga chiqmoqchi emas edim, просто o'sha kun juda ham charchab ketdim, shahardan keldim o'shanda. Ana hozir faqat yomon ishlaringni eslamayman, yaxshi ishlaring ham bor. Каменеши с утра deb o'tirganimda do'stlar, yomg'ir ham yog'ibdi. O'sha men qaranglar, yomg'ir yog'organni hamma yoq ho'l bo'lib ketdi, hamma yoq muzlab ketdi. Uyimda men mazza qilib zato o'tiribman ham. Qani o'z ko'chaga chiqib ko'ringlar, ko'chada qanaqa yomg'ir yog'ayotgan, nima bo'lyapti desam, ham kuchuvchi ekan ham. Voy, kim tashab ketsan bu yoqqa, nimaga yomg'ir tegib turibsan? Davay ichkariga kirsani, qorning ochib ketgandir, hozir qorning to'ydirib qo'yamiz-da endi. Davay kir ichkariga, endi qorningni hozir to'ydirib qo'yamiz. Men bitta steak bor, men yedim, sangilim olma endi do'stim, mana 3 ta steak. Sani qorning to'yib qolar, shu steak bilan yoki to'ymasmikin? Voy, o'zim suv ichmoqchiman, mayli saychi qorningni kuchukcha. O'zim endi suvsiz o'tiraman-da. Voy, sen to'ymagandirsan. Shu suv ichib bo'lganingni qaragin, nima sen begumotmisan yoki kuchukmisan? Mayli, hozir senga endi shu yomg'ir tegida skladdan ovqat olib chiqay. Mayli, hozir davay tezroq ovqat olib chiqay. Ha, admin, shunaqa yaxshi ishlarim bor meni.
Mana shu yaxshi ishlaring bo'lgani uchun sani yomon ishlaringni kechirdim mayli. Shu yaxshi ishlaring yomon ishlaringni yopdi. Endi sani mukofotlayman. San endi almazning teshikka sakrashing mumkin. Voy, mana qaranglar, yig'lavorishim misol qoldi. Izumrudning mashina nima bu do'stlar? Birinchi marta hayotimda ko'rishim. Adminga rahmat kattakon. Mana tillalarni qaranglar, haqiqiymikan? Yaxshiyamki shu kuchni men qutqaraman deya juda ham zo'r bo'ldi, lekin mana tillali bloklar, izumrudning mashina pullarini qaranglar, haqiqiymikan? Pullar albatta haqiqiy bo'ladi do'stlar. Adminning puli-ku axir bu. Mana qaranglar, adminning puli. Voy, endi bu meniki bo'ldi hammasi. Voy, kompot maza qotganga o'xshaydi. Lekin senga qishloqqa yomon xabarim bor. Sen juda yomon ishlar qilgansan. Nima? Qanaqa yomon ish? Qani isbot? Isbot keltir, qani? Hammasi video yozuvda bor, mana ko'r. Qani o'ngga, chapga to'g'ri. Nima? Tormoz ishlamayapti? Oh, bala, qanaqa ujis bu? Mashinani ko't qildimi? Voy, endi nima qilaman? Eng yaxshisi qochish kerak. Ham mashinaga ham do'mga tushmasdan qochib vora qolaman. Suramiz bu yerdan o'ngga, chapga, qatga. Hech kim yo'qmi? Qani ketdik. Surdik. Voy, bolam, yordam bervor, belim og'riyapti, rezdan olib chiqor. Chol, qanaqa yordam? Sendan ko'p ishlarim bor, men ketdim. Yoshlar, yordam berishni ham bilmaydi. Admin, shuning uchun meni jazolaysanmi? Axir bu kichkina narsa-ku, tushunsanchi? Qanaqa kichkina narsa? Sen mashinani ham buzding, cholga ham yordam bermading hattoki. Bu kichkina narsa deb hisoblaysanmi? Men axir mashinani avariya qilib shoshib surayotgandim. Qanaqasiga cholga yordam berardim men, tushun. Qanaqa chol, bilasanmi, kimdirsan biznesni yo'qvording, mashinani magazinga urvording. Mayli, to'lab beraman hammasini pulini. Shu ham ishmi? Shunga lavaga tashlash kerakmi? Bu qanaqa ahmoqgarchilik? Qishloqqa odam bo'lmaysan de bo'ldi. Sen mana lavali chuqurga tushasan, bo'lmasa seni ban qilaman. Yo'q, men xohlamayapman. Ban bo'lasan, bo'lmasa qishloq yaxshilab o'yla. Nima? Mayli, endi pechenada borini ko'rarkanmiz-da. Qani ketdi. Issiq, juda ham issiq. Ko'rdilaringmi qishloqlar, qaysi biri yomon ish qilgan bo'lsang, hammang mana shunaqa jazolasanlar. Men kampot emas. Shavkat boyman endi. Ochkini qara turishini, qomatni. Bo'ldi, to'xtat. Mana shu rakursda o'sha bo'ldi. Ana mashinani qara, mashinani. Endi menimcha chiqsa ham bo'lar, bu demakan. Bu kim bu? Astag'firullah. Kampot, men shu suvning parisiman. Men bu yerda nimalar qilganingni ko'rdim. Hop, oqishloq, unda biz mashinani bu yerdan olib suramiz, hech kim bilmasin. Mana mashinani ham olib kelib oldik. Endi meni xizmat haqqim nima bo'ladi? Qanaqa xizmat haqqi? Axir men sen bilan kelishmagandik-ku. Mashinani o'g'irlashga yordam ber dedingmi? Men senga yordam berdim. Endi pulni bermasang, adminga aytib beraman. To'xta. Mana pulimchi, sutxo'rmizlarlar, mana pulim ber. Iltimos berlaring, mana pulim ber. Nimaga qilganing bu? Iltimos berlaring. Menga boshda berlaring, mana bitta qilib pul yo'q degan biz adminni yoniga surdi. Mayli, yaxshi qol. Qochish kerak. Qochamiz. Admindan qochamiz. Adminni oldiga qo'yamiz kuni. Admin bo'lmasam, shu qishloqlar qoldim, faqat 4 tagina qishloq qoldimi? Bu 4 qishloq qoldi, qolganlar lava ketdi. Admin, beshafqat ekansan, lekin biz ham mashinani botda bo'lmoqchimiz. Nima deyapsan botda? Yo, hech nima. Admin bo'lmasa, bizga ketdi botdan, bo'lmasa bizning biznes qo'ylarimiz bor edi botda. Botda kompot sizlar ketaveringlar, lekin juda ham yomon ish qilgan ekan botda. Lavaga tushib ketdi. Bir hafta shu yerda o'tiradi, bo'ldi. Yaxshi ham sizlar mukofotga yetdinglar. Bo'pti. Rahmat, sen kattaga bo'lmasa qishloqlar. Davay, surdik. Surdik, men turibsan o'tda.
Bo'pti do'stlar, sizlar bilan albatta xayrlashishim kerak. Sizlar bilan Abdulaziz bo'ldi. Ha, shu man shu yerdaman. Ha. Usmon bo'ldi sizlar bilan. Va Asqar. Bo'pti, bo'lmasa like bosinglar, albatta obuna bosib qo'yinglar. Sharhlovchi sizlarga yoqdimi yoki yo'qmi? Albatta izohlar yozib qo'yinglar. Shunaqa prikol qilib qo'yinglarmi yoki yana yo'qmi?